qog'ozda qoldi. Hech kimni ko'rmadi. Nima bu, nima? Nima bu, nima? Eshiklarga cho'kib ketdi. Mana bu navbatdagi pechkamizni Pravda mahallasiga uстановка qilib berdik. Mana buni o'ylashingiz mumkin, bu qizarib yongandan, cho'g' bo'lib ketgandan, bu yupqa materiallar yasalgani yo'q, unaqa emas. Bizga qalin yangi uchlikdan yasaladi. Buni prosta shu o'tin ko'mirda 3-4 barobar issig'ini kuchaytirib berish yoqadigan xususiyati bor. O'zidan umuman dud, hid, xanov chiqarmaydi, faqat o'tinni pishiq qilib yoqib beradi. Shuni hisobiga kuchli yonib, qizarib ketadi. Mana shunaqa xizmatlar, shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsalaring, chiroyli qilib, xonangiz razmeriga qarab tayyorlab beramiz. Uстановка xizmatlari ham bor, dastlabki